Navoiy viloyati Navbahor tumani favqulodda vaziyatlar bo'limi hamda qator tashkilotlar hamkorligida yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirish, ularni qutqaruvchi kasbiga qiziqtirish, vatanparvarlik ruhida tarbiyalash, favqulodda vaziyatlar yuz berganda to'g'ri harakatlanishga o'rgatish maqsadida tumanda joylashgan bolalar sog'lomlashtirish oromgohida yosh qutqaruvchi musobaqasi o'tkazildi. Jamoalar 5 ta favqulodda vaziyatlar va fuqaro muhofazasiga oid savol-javoblar, jabrlanganlarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish, maxsus arqon va asbob anjomlar yordamida daryoni kesib o'tish, palatka tiklash, balandlikka ko'tarilish shartlari asosida o'zlarining bilim, mahorat hamda tezkorliklarini namoyish etdi. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlar tashkilotchilar tomonidan diplom, faxriy yorliq hamda esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi.